Biz bu dunyoga kelganimizda yalang'och holatda bo'lganmiz va bu dunyodan ketayotganimizda ham yalang'och holatda bo'lamiz. Biz bu dunyoga kelganimizda juda ham nimjon holatda bo'lganmiz. Bu dunyodan ketayotganimizda ham juda ham nimjon holatda bo'lamiz. Qancha qarasak, shuncha nimjonlashib boramiz. Biz bu dunyoga pulsiz va narsalarsiz kelganmiz. Bu dunyodan ham pulsiz va narsalarsiz ketamiz. Biz tug'ilganimizda bizni cho'miltirib qo'yishgan. Biz o'lganimizda ham bizni cho'miltirib qo'yishadi. Shunday ekan nima qilasiz? Odamlar bilan urushib va ularni yomon ko'rib, iloji boricha odamlarga yaxshilik qilish kerak. Yashash uchun juda ham kam vaqtimiz qolgan va u ham chegaralangan. 60 ga kirgan odam hayotining 20 yilini uxlab o'tkazgan. 20 yilini esa ishlab o'tkazgan. 10 yilini televizor ko'rish, telefonda har xil kontent videolarni ko'rish bilan o'tkazgan. Haqiqiy hayotda esa bor yo'g'i 10 yil yashagan. Yashash uchun vaqtimiz juda ham kam va vaqtimizni qadriga yetishimiz kerak. Odamlarni bema'ni kuldirtiradigan, ichkilik, chakish, fahsh kontentlarni ko'rishni bas qilaylik. Haqiqiy hayotda yashashga harakat qilaylik. Vaqtimizni Telegram, Instagram yoki boshqa platformalarda o'tkazishni kamaytiraylik. Vaqtimiz va sog'lig'imizni qadriga yetaylik.